Alo. Aka 5 ta kuskovi, 5 ta qiyma. Aha. Hatto aka o'tardi o'sha yerga. Noni bilan chiroylig'ini naqib bersan, bitta mehmon bor, shu oldiga kirishar ekan. Bo'ldi, pulni olishmasmi? Yo'q, olishmay qo'yarsan aka. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka, 2 dona mehmon bor, xayrli kun olib boryapti hozir. Ichimlik borami o'zingizda ichimlik? Ichimlik topamiz aka, nima bo'lmaydi aka. Bo'ldi, sher. Alohida xonalar to'lib qolganda alohida xona zalda bor. Birorta xona qilib bering aka. Formada ular aka. Ha, xonalar hammasi to'lib qoldi. Ichki ishlar bilan nizo bo'lishiga sabab Quva tuman IIB xodimi, ikkinchi o'rinbosar Baxtiyor aka Hamroboyev korobka qilib berib, ustoz va murabbiylar kuniga 3 million ekan, bitta korobkasi 1 million ekan. Men qilib beraman dedim. Qavmimizni pulini haqqimizni so'raganimiz uchun shuncha narsa bo'lyapti mana. Bosim bo'lyapti bizga aka. Shu balolarga qolib ketdi aka. Bularga pul so'ramasdan aka tekinga ishlab berish kerak ekanda. Mana agar o'timda o'smaydi bu narsalar aka, o'rib chiqib bilan yegizmayman-ku. Bizi aybimiz shu ichki ishlar xodimidan pulimizni, haqqimizni so'raganimizga shuncha bosimni tagida qolib ketdingiz. Kavkazdan bering, Kavkazdan. Nechta? 10 ta tayyorlab turing. Kim keladi? Hozir birortasini topaman-da. Xo'p bo'ladi. Hisobini men o'zim nima qilaman. Bo'ldi. Hozir. Bo'ldi. Chiqini jo'natasiz bo'ldi, chiqini. Bo'ldi. Hozir bitta xodim boryapti xullas. Xo'p, Xo'p bo'ladi. Bo'ldi, boryapti. Xo'p. Начальник militsiyaning shopirining 260 ming qarzi bor, начальник AIda 560 ming, 580 mingga yaqin qarzi bor. Ukamni so'kib to'g'irlab qo'yganimda, akamiz hamma shashilmay turish. Sallarga ret boshlaymiz biz. Umuman ko'zini ochiramiz deb ular undan ketishibdi. Berdim o'tgan safar. Dedi tushunmagan aka. Beraman bo'ldi. So'rayapsan aka. Bo'ldi, baqirsan. Men bo'ldi. Ichki ishlar bilan nizo bo'lishiga sabab 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuniga Quva tuman IIB xodimi, ikkinchi o'rinbosar Baxtiyor aka Hamroboyev korobka qilib berib, ustoz va murabbiylar kuniga 3 million ekan, bitta korobkasi 1 million ekan. 3 ta korobka qilib berdi. Men qilib beraman dedim. Militsiyalar keladi-da aka, shunday keladi, yeydi, ichadi, pulim yo'q, boshqa demaydi. Oxirida chiqqanda bolalar uchrab ketadi deb ketaveradi. Biz ham uni olamiz, sopaveramiz. Berganini berar, bermagani umuman bermaydi ham aka. Mana shu Baxtiyor aka Quvaning 12-chisi. 1 million 800 ming so'm qarzi bor aka. Buni yozilmaganlari qancha yo'qolib ketganlar. Bir marta pul bermagan 12-chilik kelgandan beri. Rabbay nachalnik tuzumsiz. Ertamasın hozir ishtamisiz? Uyda nima aka, bolalar bor aka. Bolalarga aytib qo'ying, 4 kishi boradi. Men nomimga nima qilib qo'ysin? Xo'p bo'ladi aka. 4tasi bor, hozir aytib qo'ying, nachanga nomidan borar ekan-da. Xo'p bo'ladi aka.